Assalomu alaykum hammaga hayit ayyomini muborak bo'lsin. Bugun biz amerikano vaflilarini yeb ko'ramiz. Puli chiqadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Buni ko'ki ham bor ekan, biskviti ham bor ekan. Biz o'zi qiziqib ochib ko'rdik tez, lekin bunda hech nima chiqmadi, shunaqa tile chiqdi. Orqasida O'zbekistonning bayrog'i. Mana endi biz birinchi bo'lib oldik. Kimga necha pul chiqsa o'shanga birinchi faylda ochib ko'radi. Qaysini? Mashinami? Ochib. Faylda o'sha 5000 so'm chiqdi o'rtoqlar. Faylda omadi bor ekan. Mana haqiqiy bo'ldi. Mana 5000 so'm. Ko'rsatishadi. Yo'q, hozir emas. Oxirida ochib ko'rsatamiz. Mana sampulini yig'ib tur, necha pul chiqqanini oxirida. Bo'ldi, bilmadim, puli chiqmadi lekin. Hop, endi mana biskvitimni ochib ko'raman. Voy chiqdi. Endi hech nima chiqmadi. Opamda omadlari chiqmadi. Hech nima chiqmadi. Omadlar. Endi faylda qaysi birini chiqib ko'rsa? Filtrmi? Bundan ham shunaqa tili. Mana biskvit yana. Ochib tashlamiz, lekin meni vaqtimda xafa qildim. Xafa qilyapti dedim, lekin yana 5000 so'm. Bismillah. Ana. 5000 faylda bilan teng bo'ldi. Agar menda yana ko'proq pul chiqsa, yana sizlar aytaman, yana olib ko'rib video qilaman. Endi faylda ochib ko'ring. Keyin bularni yeb ko'ramiz, lekin men ta'miga ham qiziqdim. Hamma maqtovchi. Omadim keldimi? Yo'q, qolmadi. Voy, yunus. Shunaqa tili. Odam rasmini kimdir? Do'stim haqida ekan tili. Mana. Shunday bo'ldi. Faylda ham hech nima chiqmadi. Endi mana buni ochib ko'ramiz. Tezlik bilan. Lekin vaqtli meni xafa qilmaydi to'g'risi. Xafa qildi vaqtli. Xafa qo'ydi meni ham. Menda ham tili chiqdi shunaqa. Onajonim degan tili chiqdi. Endi faylda ochib ko'r qiz. Faylda shunisini ochib olishdi. 5000 so'm chiqdi. Mashina 50 ming chiqdi, lekin hisob bo'ladi. Biskvitlardan chiqyapti lekin. Omading kela olmadi. Afsus. Tili chiqdi o'rtoqlar lekin. Nari, bo'pti. Shunday qildim. Menikini ochib ko'raylikchi. Lekin 5000 deb oldim. Ta'mi ham bor. Hamma maqtaydi. Mana yo'q. Voy, bitta odam rasmini kesdi. Meni ham olmadim kelmadi. Vaflida chiqmadi. Bizaniki mamaqalarimiz bor. Sen ham shunaqa narsaga qiziqqancha senga oling, lekin mana qiziqaman. Turktor yetadi. Opamniki mana. Mana sizlarga yana men buni ham ochib ko'raman. Voy, o'zi biz buni zapasga olib qo'ydik. Bunisini masal Mama, yemaymiz hali. Hozir buni qo'yib tur, buni kiyamiz. Keyin mana faylda ochib ko'ramiz. Ochib ko'r. Omadim kesildi. Omadi kesildi. Mashina yutoldi. Yo'q, mashina yutmadi. Faylani ham omadi kelmadi o'rtoqlar. Men ishonmay qoldim shu vaqtda nimagadir. Omadim kelyapti-ku. Omadingiz keldi. Meni ham omadim. Nima keldi? Bilmadim, shunaqa hozir ham shunaqa narsa chiqdi birinchisida. Meni shunaqa. Familiya, ism, nima turdi yozib qo'ygan.
Manda mashina chiqdi. Keldi yana shunaqa. Xuddi manda mashina chiqdi. Keldi deb. Ha, vizitka. Manda mashina Ha, chiqdi. shunda millionerlarni olib ketishga berdim. Mana manda mashina. Vizitka. Mana shunday. Ha, shunda. Nima ekan bu shunda? Bo'ldi. Bo'ldi. Bizada shunday hisobda 10 ming so'm chiqdi. Lekin vaqtida bizani xafa qildi. Mayli, yana bir marta sizlar uchun olib ko'ramiz. Bo'lmasam hammaga xayr. Mana endi. Xayr.